Bu qadim zamonlarda bo'lgan. Belagoriyada qudratli jodugar yashagan. Uning shogirdi bor edi. Aqlini qalqa cho'qigan, ammo ustozdek qudratli bo'lishni xohlardi. Buni jodugar umrboqiy bo'lishni istab qoldi. Quyosh va oy 1000 yilda bir marta shoh cho'q tepasida uchrashganda sehrli billur toshni qiron qilishga o'rnatish kerakligini u bilardi. Shogirdini hasad yonladi. Ustozini o'ldirib qilishni o'ziga oldi. Quyosh va oy shoh cho'qining tepasida uchrashganda shogird billur tosh va qilichni birlashtirdi. Shundan so'ng uning joni billur toshga jo bo'ldi. Shogird o'lmas bo'lib qoldi. Uning ismi Hashay edi. Men edim. 1000 yil Belagoriyada hukmronlik qildim. Keyin botirlar paydo bo'lishdi. Og'ir janglarda botirlar meni yengishdi va qiron qilichni tortib olishdi. Kuchga ega bo'lish ishtiyoqi uyg'onmasligi uchun botirlar qilich va jonimni bo'lishib olishdi. Qilichni sehrlashdi va Iliya uni yashirib qo'ydi. Billur tosh Dabriniyada saqlanadi. U meni qamab qo'ydi. O'sha qilich qayerda hozir? Mana hech kim bilmaydi. Mendan boshqa